O'quvchilar, bugun biz sizlar bilan global problems, ya'ni global muammolar, ya'ni umumiy muammolar haqida gaplashamiz. Xo'p, demak, kelinglar boshlaymiz darsimizni va bizda qanday muammolar bor? Ya'ni bu muammolar tabiatga bog'liq bo'lishi mumkin yoki odamlarga bog'liq bo'lishi mumkin. Xo'p, birinchisi bizda mana ko'rib turganingizdek natural disasters. E'tibor bering, o'qilishiga natural emas yoki boshqacha emas, natural deb o'qiymiz. To'g'ri o'qilishi shunaqa. Natural bu tabiiy, disaster bu ofat degani, ofat, kulfat, ofat, kulfat. Disasters ya'ni tabiiy ofatlar, ya'ni qanaqa tabiiy ofatlar bor? Ko'rib turganingizdek hurricane, snowstorm and forest fire. Ya'ni hurricane bu kuchli shamol, ya'ni bo'ron desak ham bo'ladi, bo'ron. Hop, snowstorm bo'lsa bu qor bo'ron, forest fire bo'lsa bu yong'in. Mana bu yerda rasmlari bor. Mana buni hurricane desak bo'ladi. Mana buni snowstormga misol qilsak bo'ladi va mana buni forest fire'ga misol qilsak bo'ladi, o'rmon yong'inlari. Xo'p, endi gapimizda nima deyapti? There was a hurricane there last year. Demak, qaranglar. There was degani bor edi degani, ya'ni there is degani bor degani edi. Hozirgi zamonda endi xuddi o'shani o'tgan zamoni there was bo'ladi. Ya'ni isni wasga o'zgartirib qo'ysak bo'ldi. Agar mabodo bunga unchalik tushunmayotgan bo'lsangiz, bundan oldingi darslarni bitta ko'rib olishni maslahat beraman, chunki o'sha yerda grammatikasini tushuntirib o'tib ketganman. Demak, there was bor edi, nima bor edi? Hurricane, dovul yoki uni o'rniga snowstorm qo'ysangiz bo'ladi, ya'ni qor bo'ron yoki forest fire, ya'ni o'rmon yong'ini. There, endi bu yerda u yerda deyapti. Ko'ryapsizmi? There wasdagi there umuman u yerda degan ma'noda emas. Buni tarjimasi, mana bu there was tarjimasi bor edi. Mana bu zerni tarjimasi bo'lsa u yerda degan. O'sha biror joyda. Last o'tgan degani yer, bu yilda. Ya'ni o'tgan yili o'rmon yong'ini yoki dovul yoki qor bo'roni sodir bo'ldi deb aytilyapti. Yaxshi. Endi pastga qarasangiz, har bittasini ta'rifini berib qo'ygan. Misol uchun hurricane'ga a very juda degan edi, strong, kuchli, wind, shamol degani, juda kuchli shamol deyapti inglizchada ta'rifida. Snowstormda qor bo'roniga ta'rif. A lot of, ya'ni a lot of ko'p degan edi, snow, qor, and wind bu shamol, hozir aytdim. At the same time. The same degani bir xil degani, the same bir xil. At the same time degani bitta vaqtda degani. Bir vaqtning o'zida shu juda ham ko'p shamol bilan qor bo'lsa, unda snowstorm bo'ladi deyapti. Endi forest fire, forest fire, o'zi forest o'rmon, fire yong'in degani. When, qachonki it is very dry degani quruq degani, juda ham quruq bo'lsa, and trees, daraxtlar catch fire, olov, catch degani tutmoq degani, fire olov degani, yong'in tutsa, olov tutsa. Endi bunaqa tarjima qilmaymiz. Ingliz tilida, ya'ni to'g'ridan-to'g'ri tarjima qilib bo'lmaydi. Ma'nosiga qarab tarjima qilinadi. Ya'ni buni qachonki daraxtlarga o't ketganda deymiz. Ya'ni ko'ryapsizlar, shunchaki to'g'ridan-to'g'ri tarjima qilish xato bo'lib qoladi. Ma'nosiga qarab tarjima qilamiz. Xuddi shunga o'xshab mana shu catch va fire, catch fire anaqasini, so'z birikmasini boshqacha ma'noda ishlasangiz ham bo'ladi. Misol uchun aytsangiz bo'ladi. The house, uy, the house. Catch o'tgan zamon nima edi? Caught edi. Caught, fire. Demak, the house caught fire. Uyga o't ketdi deb tarjima qilamiz. Uyga o't ketdi deb tarjima qilamiz. Ya'ni bemalol siz shunaqa gap tuzib aytishingiz mumkin. Shunaqa fraza bilan. Xo'p, demak davom etamiz. Keyingi gaplarimiz. San Francisco has had a lot of earthquakes deyapti. Demak, earthquake degani bu yer silkinishi, yer qimirlashi degani. Xo'p, o'zi quake degani silkinmoq, tebranmoq, qaltiramoq degan ma'nolari bor quake'ni. Ya'ni earthquake bo'lsa yerni qaltirashi, yerni silkinishi bo'ladi, ya'ni yer qimirlashi bo'ladi. Xo'p, endi qarang, San Francisco has had bu present perfect bo'lyapti. Has bu present perfectni has qo'shimchasi, keyin undan keyin fe'lning 3-chi shakli yoki id qo'shilgan shakli kelishi kerak edi. Demak, have-ning 3-chi shakli had bo'ladi. Demak, San Franciscoda bo'ldi deb tarjima qilamiz. Present perfect qachon ishlatardik? Qachonki biror narsa o'tmishda sodir bo'lib, hozirgacha davom etgan bo'lsa va natijasi hozir bilan bog'liq bo'lsa. Yoki bo'lmasam qachondir o'tmishda biror narsa sodir bo'lgan, lekin vaqtini aytmaymiz. Vaqtini aytib qo'ysak, unda past simple bo'lib qoladi. Misol uchun men qachondir Yevropaga borganman. I have been to Europe once. Ya'ni bir marta Yevropada bo'lganman. Qachondir, faqat vaqtini aytmaysiz. Xo'p. Yoki bo'lmasam hozir tugagan ish harakatlarga. I have just eaten. Hozirgina ovqat yedim. Hozirgina biror narsa yedim. I have just eaten a meal. Xo'p, endi qarang.
Bu yerda bo'lsa nima deb tarjima qilamiz? San Fransiskoda juda ko'p yer qimirlashlar bo'lgan o'tmishda va davom etib hozirgacha kelgan va hozir ham bo'lyapti deb tarjima qilamiz. Shunaqa ma'noda bo'ladi present perfectda aytganda bu gapimizda. San Francisco has had a lot of earthquakes. Hop, mana bu yerda cast ichida earthquake ni tushuntirib ketyapti inglizchalab. When qachon the earth yer moves harakatlansa, move degani harakatlanmog'i. Demak, earth birlikda kelgani uchun move ga s qo'shilyapti. Ya'ni bu demak uchinchi shaxs birlikda kelgani uchun yerimizda. Hop, keyingi gapimiz. There were serious floods. Endi serious degani jiddiy degani, there were degani there are ni o'tgan zamondagi shakli. Ya'ni there are bor degani edi, there were bor edi, bo'ldi. Hozir tepada ko'rdik-ku, there was bor edi, birlikda kelganda. Endi there were ko'plikda keladigan bo'lsa, otimiz there were bo'ladi. Misol uchun hozirgi zamonda there are houses desam uylar bor, there were houses desam uylar bor edi. Demak, there were bu bor edi, faqat ko'plikdagi ot kelish kerak undan keyin. Serious jiddiy, floods. Flood bu toshqin degani, suv toshqini. Floods mana ko'ryapsiz, ko'plikda kelish kerak edi, ko'plikda kelyapti. Ya'ni ko'p suv toshqinlari bo'ldi deb tarjima qilamiz. In ichida degani edi, biror joyda. Qayerda? North degani shimol degani. In the north shimolda, yesterday kecha. Demak, kecha shimolda juda ko'p suv toshqinlari bo'ldi. Demak, flood ni inglizchalab tushuntiryapti. Too much water. Too degani juda degani, much ko'p, sanalmaydigan otlarga nisbatan water bu suv. Ya'ni ko'p suv bo'lsa deyapti. Hop, keyingisi the river often floods. Endi qarang, flood ikki xil ma'noda keladi. Birinchisi bu suv toshqini, otib kelgan paytda. Endi fe'l bo'lib kelgan paytda toshib ketmoq degani, juda ham ko'p bo'lib toshib ketmoq. Endi qarang, river often floods, ya'ni daryo ko'pincha toshib ketadi deyapti. S qo'shilganining sababi mana bu riverimiz uchinchi shaxs birlikda kelyapti, itni o'rnida kelyapti. Present simple s qo'shardik-ku, itni o'rnida it bilan fe'l kelganda yoki he bilan fe'l kelganda, she bilan fe'l kelganda o'sha river o'sha itni o'rnida kelyapti. Shuning uchun floodga s qo'shyapmiz. Ya'ni bu birlikni bildiradi bu yerda. Fe'l bu. Daryo ko'pincha toshadi. After keyin degani. After nimadan keyin? Heavy og'ir, rain yomg'ir. Ya'ni og'ir yomg'irdan keyin daryo toshadi. Endi floods fe'l bo'lib kelganda nima ma'noda anglatishini mana bu yerda inglizchada tushuntiryapti. Water goes over deyapti. Go degani o'zi bormoq edi. Goes over biror narsadan oshib ketmoq degani. Goes over the river, ya'ni o'sha daryodan oshib ketishi bank deyapti. River bank deyapti. Bank degani bu sohil degani. Sohil. River bank bo'lsa daryoning sohili. Undan tashqari yana sohillardan biz bilamiz coast ham sohil degani. Coast sohil degani, yana shore ham sohil degani. Yana bitta sohilni beach deymiz, beach. Xo'p, endi qaranglar, har bittasini sal boshqacha naligi ma'nolari bor. Ya'ni bank bu o'sha qirg'og'i, daryoni o'sha anaqasi qirg'og'i. Va bu sohilda bu. Xo'p, coast bu endi dengizlarda o'sha mana plyaj bo'ladi-ku, bor dam oladigan plyaj. Misol beach plyaj degani sohil. O'sha odamlar dam oladigan joyi beach bo'ladi. O'sha plyajdan yana ozgina dengizga qarab yuradigan bo'lsangiz, dengiz bilan tutashgan joyi u coast deyiladi. Coast. Shore ham o'shanaqa narsa. Shore ham o'shanaqa coast qo'shilgan narsa. Demak, hammasi nima degan ekan? Sohil degani. Ya'ni bular sinonim so'zlar. Xo'p, endi keyingi so'zlarimiz man-made. Man-made degani odam tomonidan tayyorlangan, odam bilan sodir bo'lgan degani man-made problems. Ya'ni odam tufayli sodir bo'ladigan muammolar. Man-made problems. Xo'p, qanaqa odam tomonidan sodir bo'lgan muammolar bor? Xo'p, there are yana bor degani edi. There are too juda degani, many juda ko'p, many degani ham ko'p degani sanaladigan otlarga nisbatan. There are too many people, juda ko'p odamlar bor in some places, ba'zi bir joylarda. Cities, shaharlar are to be qo'yibmiz, too juda crowded. Ya'ni crowd degani tiqin degani, odam ko'p, juda ham gavjum odam ko'p bo'lsa, o'shunda crowd deymiz. Faqat bu negativ ma'noda, ya'ni odam juda ko'p, tiqin degan ma'noda. Endi pozitiv ma'noda odam ko'p demoqchi bo'lsak, lively deymiz. Lively degani ham odam ko'p, faqat qanaqa jo'shqin degani, hayot ufurib turibdi degani, shunaqa narsani lively deymiz. Crowded degani negativ ma'noda, odam shunaqa ko'p, tiqin, yomon, anaqa tuyg'u uyg'otadi degan ma'noda. Demak, crowded bo'lishi muammo demoqchi bu yerda.
Many people, ko'p odamlar deyapti, are and to be albatta qo'yishimiz kerak to be ni bo'lmoq fe'lini qachonki sifatlarda aytayotgan paytimizda, sifat yoki ot aytayotgan payt, qo'shayotgan paytimizda ikkita otni yoki otga sifatni qo'shayotgan paytimizda albatta o'rtasiga to be qo'yishimiz kerak. Chunki har bitta gapimizda fe'li bo'lishi kerak. Bitta to be fe'limiz are fe'l bo'lib kelyapti. Xo'p, many people, ko'p odamlar are poor. Ya'ni poor degani bu bechora, kambag'al degani. Poor degani kambag'al degani. Mana inglizchalab ta'riflayapti. They do not have enough money. Ularda do not have yo'q, enough yetarli money. Ularda yetarli pul yo'q. Hungry och degani. Many people are hungry. Ular juda ko'p odamlar och. They do not have, ularda yo'q, enough yetarli food. Ovqat, enough yetarli degani. Homeless uysiz degan. Endi qarang, mana bu less qo'shimchasi otlarga qo'shilgan paytda o'sha narsasi yo'q degan ma'noda keladi. Misol, moneyless bo'lsa pulsiz bo'ladi. Homeless bo'lsa uysiz. They, ular, do not have, ularda yo'q, a place, joy, to live, yashash uchun. Fe'l to bilan kelgan paytda uchun deb tarjima qilamiz. Ya'ni yashash uchun joyi yo'q. Keyingisi unemployed. Employed degani ish bilan ta'minlangan, unemployed bo'lsa ishsiz bo'ladi. Demak, many people are unemployed desam, juda ko'p odamlar ishsiz bo'ladi. They do not have jobs. They do not have a job. Ularda ishi yo'q. Demak, bu ham sifat. Xo'p, endi yana davom etamiz. There is bor, a lot of ko'p, nima? Pollution. Ya'ni ifloslanish, ko'p ifloslanish bor. In many places. Juda ko'p joylarda. Place degani joy degani. Xo'p, demak, inglizchalab aytayapti. Pollution ni tushuntirib beryapti. When, qachonki, the air, havo, water, suv, earth, yer is dirty. Ya'ni dirty degani kir degan, iflos degan edi. Kir bo'lganda and bad va yomon bo'lsa for uchun, kim uchun? People, odamlar, plants, o'simliklar va and animals, hayvonlar uchun. Demak, qachon havo, suv, yer, odamlar, o'simliklar va hayvonlar uchun yomon bo'lganda va iflos bo'lganda pollution bo'ladi demoqda. Xo'p, endi keyingisi the river, daryo is polluted. Polluted degani bu sifat endi ifloslangan degani. Sifat bu endi id qo'shilgan sifatlarimiz bor, and a lot of fish have died va juda ko'p baliqlar o'ldi deyapti. Bu ham present perfect aytilyapti. Ya'ni nima demoqchi bu yerda? Ko'p baliqlar ana bo'lgan, nima deydi? Ko'p baliqlar o'lishni boshlagan o'tmishda, o'lib hozirgacha o'lib kelgan va hozirda ham o'lmoqda deyapti. Ya'ni bu proses o'tmishda boshlangan o'zi deyapti. Hozirgacha davom etgan. Ya'ni yaxshilab shu joylarga, grammatikalarga e'tibor berib ketsangiz, qachon biz present perfect ni ishlatganimizda o'sha narsa o'tmishda boshlanib hozirgacha davom etganini urg'u berayotgan bo'ladi. Shunaqa ma'noda aytayapti. Ya'ni daryo ifloslangan va juda ko'p baliqlar o'lib ketdi degan ma'noda aytayapti. Endi the air pollution. Air degani havo degani, havo, pollution ifloslanish, ya'ni havo ifloslanishi is very bad today. Juda ham yomon bugun deyapti. Bugun juda ham havo iflos demoqchi. Xo'p, keyingisi the American war. War degani endi urush degani. Of degani ning degani edi. O'zidan oldingiga qo'shilardi. O'tgan darslarimda ham aytdim. Of degani ning degani o'zidan oldingi kelayotgan otga qo'shiladi. Ya'ni independence-ga ning deb qo'shamiz. Independence nima degani? Bu mustaqillik degani. Mustaqillikning urushi deb tarjima qilamiz. Mustaqillikning urushi, ya'ni mustaqillik urushi. Amerika mustaqillik urushi started, boshlandi. Id qo'shsak o'tgan zaman qolardi. Past simple boshlandi. Qachon? In 1775. Qarang, yillarni o'qishni ham o'rgatib ketaman. Shunaqa yillar kelgan paytda ikkita raqam qilib o'qiymiz. Birinchi 17 ni o'qib olamiz. 17 nima degani? 17, Undan keyin 75 ni o'qiymiz. 75. 1775. Ya'ni in 1775. Ya'ni ko'pchilik yillarda o'qishga qiynaladi. Shunaqa qilib o'qiladi ingliz tilida. Oson o'qilishi juda ham, shunday qilib o'qisangiz o'zingizga ham oson bo'ladi. And va ended tugadi in 1783. Ya'ni yana 17 ni o'qiymiz. 17 83 83, ya'ni 1783. Xo'p, endi mana bu yilni o'qib ko'ringlar-chi o'zingizlar. Xo'p, mana. Demak, birinchi 19 o'qib olamiz. 19, keyin 85, 85, Xo'p, yoki bo'lsa mana bu yil. Mana 1999. 1999, Yaxshi. Xo'p, endi warni, independence warni mana bu yerga o'sha warni, urushni nimaligini inglizchada tushuntirib ketyapti. Qaranglar. Fighting degani jang qilish degani, jang qilish. Between o'rtasida, ikkita narsani o'rtasida. To, ikkita yoki more, or degani yoki degani more, ko'proq,
countries davlatlar or yoki nationalities yoki nationality degani millat degani. Demak, ikkita yoki undan ko'proq davlat va nationality millatlarni o'rtasidagi fighting, jang qilish deyapti. Demak, undan keyin gapimiz it lasted. Mana bu ham juda ham zo'r fe'l. Last degani o'zi sifat bo'lib kelsa o'tgan degani edi. Fe'l bo'lib keladigan bo'lsa davom etmoq degani. Nima degan ekan? Davom etmoq. Biror narsa davom etmoq degani. Misol uchun imtihon 1 soat davom etadi demoqchi bo'lsam, shuni ishlataman. Exam lasts 1 hour. Yoki bo'lsam o'tgan zamonda aytmoqchi bo'lsam, o'tgan zamonda davom etdi demoqchi bo'lsam, exam lasted 1 hour. For 1 hour desam ham bo'ladi. Xo'p. It lasted, u davom etdi, for davomida degan, mobaynida degan ma'noda kelyapti. 8 years, ya'ni 8 yil davomida davom etdi deyapti. Ya'ni Amerika ozodlik urushi shu yilda boshlanib, shu yilda tugadi va 8 yil davom etdi. Hop, endi keyingisi the teachers, o'qituvchilar are on strike. On strike degani ish tashlash degani. Okay? Ish tashlash degani to be bilan aytamiz. Chunki bu ham sifatni o'rnida kelyapti. O'qituvchilar ish tashlashda. Today, bugun o'qituvchilar ish tashlashdi. Demak, on strike ni xohlagan joyingizda to be bilan odamlar ish tashladi degan ma'noda ishlasangiz bo'ladi. Agar misol uchun o'qituvchilar ish tashlashgan edi kecha demoqchi bo'lsak, arni were ga o'zgartirib qo'yamiz, xolos o'tgan zamon qilib. Demak, were qilib qo'ysak, o'tgan zamoni, arni o'tgan zamon. Teachers were on strike desak, unda o'qituvchilar ish tashlashgan edi. Qachon? Yesterday, kecha. Hop, endi on strike ni inglizchada tushuntiryapti. When, qachon, people, odamlar refuse degani rad etmoq degani, biror narsani rad etmoq. Yo'q, qilmayman deyish yoki yo'q deb kerak emas deb rad etish nima bo'lar ekan? Refuse. Undan keyin fe'l kelsa to bilan bog'laymiz. Refuse to work. Nima qilishni rad etsa, ishlashni rad etsa. Because, chunki for example, misol uchun they, ular want, xohlaydi, nimani xohlaydi? More money, ko'proq pulni. Ya'ni odamlar ishlashni rad etsa, misol uchun ko'proq pul xohlab, o'shanda on strike bo'ladi demoqchi. Xo'p, endi keyingisi he had a car crash. Car crash degani avtohalokat degani, crash degani o'zi to'qnashuv degani, car crash bo'lsa avtohalokat bo'ladi. Crash degani o'zi ot bo'lib kelsa to'qnashuv, fe'l bo'lib kelsa to'qnashmoq bo'ladi. Demak, ikkita mashina to'qnashib ketdi demoqchi bo'lsangiz, two cars buni fe'l qilib ishlasangiz ham bo'ladi. Crashed deb id qo'shib qo'ysangiz ham bo'ladi. Nima demoqchi bu yerda? Unda bor edi, unda bo'ldi, to'qnashuv, avtohalokat. Ya'ni u avtohalokatga uchradi tarjima qilamiz. On the way degani yo'lda degani, to work, ishga ketayotgan yo'lda u avtohalokatga uchradi. Endi keyingisi traffic jams. Traffic jams. Demak, endi qaranglar, traffic degani o'zi transport qatnovi degani, traffic degani. Endi jam degani, jamni ma'nolari ko'p. Bitta ma'nosi, sizlar biladigan ma'nosi bu murabbo degani. Ya'ni shu murabboga bog'liq holda yana bitta ma'nosi bor. Ya'ni ko'p narsa bitta joyga tiqilib qoladigan bo'lsa ham jam bo'ladi. Buni fe'l qilib ishlasanglar ham bo'ladi. Biror misol uchun uskuna jamid bo'lib qolsa, id qo'shilsa, jamid bo'lib qolsa, o'sha narsa anaqa bo'lib qolgan bo'ladi, qotib qolgan bo'ladi ishlamasdan. Endi bu yerda jam ko'p narsa bitta joyga tiqilib qolish. Ya'ni traffic jam bo'ladigan bo'lsa, transportdagi probka, transport qatnovi bitta joyga to'planib qolsa, probka bo'ladi. In the city, ya'ni shahardagi probka, deyapti, shahardagi probka are terrible, juda ham yomon. Terrible degani very bad degani, juda ham yomon. In the rush hour. Rush degani shoshilinch degani, hour degani soat. Tig'iz payt degani. Bizda bo'ladi-yu, hamma ishga shoshilayotgan yo hamma uyga qaytayotgan vaqt bo'ladi-yu, xuddi shunaqa narsalarda ingliz tilida nima deymiz? Rush hour. Rush degani shoshilish, hour bu soat. Demak, rush hourni tushuntiryapti. Times when everyone is going to work. Vaqtlar, hamma ishga ketayotgan vaqtlar, ya'ni shu paytda hamma shoshilayotgan bo'ladi. Xo'p, demak, mana shu bugungi darsimiz uchun shu so'zlarimiz edi va grammatikani ham oz-moz tushuntirib o'tishga harakat qildim. Agar mabodo tushunmagan joyingiz bo'lsa yoki qiynalgan joyingiz bo'lsa, bemalol darsni yana boshqatdan ko'rib tomosha qilishingiz mumkin va agar foydali bo'ldi deb o'ylasangiz, ingliz tilini o'rganayotgan do'stingiz bilan ulashib qo'yishni unutmang. Keyingi darslarda ko'rishguncha salomat bo'ling.